Tursunboyev Ahmadjon aholini pullarini 1 yil muddatda 2 barobar oshig'i bilan qaytarish va'dasi bilan qiziqtirgan va faoliyatining dastlabki paytlarida odamlarning shunisi e'tiborliki, Tursunboyev odamlardan pul qabul qilayotganda hech qanday kafolat bermagan. Boz ustiga, agar o'ziga biror kor hol bo'lsa, yaqin 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, odamlardan yiliga kamida 100% dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. U bundan tashqari aholiga oyiga 40% ustama to'lash sharti bilan bitta odam kelib 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 ta odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shunaqa qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shunaqa. U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli hozirgi kunda Tursunboyev Ahmadjonga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan.